yanfon applarida emoji, ya'ni qarmoqqa umoq, insonlarning hissiyot va kayfiyatini darajasi bo'yicha ifodalab bera oladigan belgilarning qo'llanishchan ifoda vositasiga aylanayotganligini ko'ra olamiz. Yaqin kunlarda Uyg'ur elidan mushu xil emoji belgilari qo'llanilgan o'xshash muzika orqa ko'rinish qilingan qisqa videolar tarqalishga boshlandi. TikTok qo'llanayotgan yosh Uyg'ur ayollar va oz bir qism yosh erlar tarafidan tarqatilayotgan bu videolardagi takrorliq va o'xshashliklar diqqat tortmoqda. Yillama va har bir yilga mos holda emojini qo'llanish orqali shu yildagi tuyg'usini ifodalagan bu videolarni kuzatuvchilar Uyg'urlarning qirg'inchilikka uchrash va zulm chekishdagi mikro hikoyalari deb qaramoqda. Chunki emoji, ya'ni hissiyot belgisi ishlatgan Uyg'ur abonentlar uni o'rtaq muzika va yil nomiga moslashtirib, o'xshash ravishda texnik jonli ishlatish orqali o'zlarining real qismatlarini kodliq hikoya shaklida ifodalashga tirishgan. Emojilarni qo'llanib ishlangan bu videolarda asosan Uyg'ur oilalarining 2015 yildan 21 yilga qadar Xitoyning eng qattiq bostirishi, shundaqla ularning ashu qorong'u davrdagi ichinishli qismatlari intayin jonli va obrazli emoji belgilari orqali hikoya qilingan. Ularning hikoyasida yolg'izlik, azob, qayg'urish, g'azab va baxtsizlik qatorliq hissiyotlar bir qancha xil emojilar, ya'ni hissiyot belgilarini o'rtaq va takror qo'llanish orqali ifodalangan. Demak, emoji belgilarini qo'llanib ishlangan bu videolar bu hikoyalardagi shaxs yoki oilalarning o'xshash mazgilda o'xshamaydigan azobli qismatga yo'liqqanligini ijodiy holda ifodalab bergan. Hatto uningdan kishini hayron qoldiradigan ijodiy tasavvurlar orqali faktlarni yoshirincha ima qilib ko'rsatayotganligini bayqayolamiz. Bu videolarda o'zlarining ashu yillarda uchrashib to'y qilganligi, bolalik bo'lib orqadan tuyuqsiz ayrilganligi, beshidan o'tkazgan judoliklari, yaqinqi 4-5 yilda oila a'zolarining bir-biridan ayrilib turganligi, qattiq azoblanayotganligi, bir-birini sevganligi, intizorlik bilan kutayotganligidek turli hissiyot jarayonlari obrazli holda ifoda qilingan. Masalan, uningdagi bir videoda 2015 yildagi hikoya bayon qilingan bo'lib, bir qiz bilan bir o'g'il emoji va ikkisining o'rtasiga bir yurak emojisi qo'llanilgan. 2016 yilda bir bolalik er-ayol, bir baxtli oilani ifodalaydigan emoji qo'llanilgan. 2017 yili yurak va ona bola emojisi qo'llanilgan, ammo buningda er emoji g'oyib bo'lgan. 2018dan 2021 yilgacha bo'lgan yurak, ya'ni azob belgisi va azoblanayotgan ona bola emojisi takror qo'llanilgan. Uyg'urlar 2017 yildan buyon TikTok orqali oila a'zolarining suratlarini ko'tarib, unsiz yoki maydasini mushlab, azobli yig'layotgan videolarni tarqatish orqali xalqaro axborot va kuzatuvchilarning belgilik inkosini qo'zg'agan edi. Keyin bu xil videolarni tarqatuvchi TikTok abonentlarining taqib etilganligi ma'lum bo'lgan edi. Ammo Uyg'urlarning Xitoyning har turli qattiq nazoratiga qaramay ovozini yanada dunyoga anglatish uchun imkoniyatining yetishicha tirishayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xitoyning bostirishi davom qilayotgan, go'yo usti ochiq turmaga aylangan Uyg'ur elida Uyg'urlarning nazorat ostida turibmi, ijtimoiy uchur vositalaridagi cheklik imkoniyatlardan foydalanib, emojilar orqali bayon qilgan bu hikoyalari va unsiz yig'ilari rostilla bir guvohlikmi? Bu xususda kuzatuvchilar va tadqiqotchilarning yanada ilgirlagan diqqat e'tiborini bu alayda uchurga qartishiga to'g'ri keladi.